Bundan oldingi savol bergan odamni manimcha davomiy savoli. Bu holatda xuddi o'zimni aybdor his qilib ketyapman. Bu holat yaqinda boshlandi. Kim bola yaqinda boshlanayotgan bo'lsa, uni tuzatib olsa bo'ladi. Bolangiz 5 yoshigacha dudulanish bo'layotgan bo'lsa, bu normal holat. Nuri sip qo'yish, aynan shunaqa dudulanish 5 yoshgacha bo'lib o'tishi, bo'yi o'sayotganda poзвоночник bir-biridan ozgina uzoqlashib oladi. Shuning uchun естественный holat. Lekin 5 yoshdan keyin bo'layotgan bo'lsa, bu уже diagnoz hisoblanadi. Davolash protseduralarini amalga oshirish uchun ildizini topib olish kerak. Olib keling, bemalol davolashga tayyormiz. Qizlar, bu reklama deb o'ylashinglar mumkin-da, bu bola sizlarniki yashaydigan sizlar. Men sizlarga yordam bermoqchiman xolos. Astoydil qayerdan kelayotganini topib olsangiz tuzatsa bo'ladi deb aytyapman. Пожалуйста, xohlasanglar boshqa mutaxassisga boringlar, qilinglar. No effekt beradimi yo'qmi, men bilmayman. Meni opitimda har doim bo'lib kelgan tuzatganmiz.